Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Qoroni Qopman. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda Vid Imperiya o'ynaymiz va biz bu Vid Imperiyaning 5-qismi adashib ketgan bo'lsin. Basharalarga qarab turibman. Level toplanishlar hazillashibmanda prosta. Bugun biz mudofaani gapimizni bir kishiraychiga tushar emas. Uyqumam o'ltirar ekan. Bugun biz endi Jam. Og'ir shuni o'ldirib qo'yib Kuchugim sehri bor, ko'rasizlar. Ovozingga yo'q, qani chiqmay qoldi bu. Bu. Qo'rqitording nima ekan, kirib bermagan debpa. Xulosa bilan bugun biza mashitlar kuchaytirib chiqishimiz kerak bu yerda. Mana qo'yib, betga o'qotarlar qo'yib, zombi kelsa basharasini yopib tashlaydigan qilib qo'yishimiz kerak. Ishimizga tosh kerak. Birinchidan zabor yasash ko'p taxt oladi. Ikkinchidan bu NPC'ni to'g'ri chiroyli chiqadi zaborda. Taxtdan yasak, lekin bizga sal xasroq xarakterim bor o'zida. Sal erinchoqol xarakterim bor. Yo mayli. Erinmaymiz. Mana bloklar isrof ketyapti. Manda qo'rqishaylik. Ular o'tgan safardan qolgan bloklarni ishlatib olishimiz kerak bo'larchilar biza. Biz endi Vid Imperiyada bunaqa kuchaytiramizda mudofaani. Menimcha bir sanchoq bo'lsa kerak, a. Bugungi video 5 minutda tugasa kerak. Mudofaani kuchaytirish kerak, ko'p narsa qilib tashlash kerak. Akcha menga boyitdan men regeneratsiya effektini beryapti. Mo qishloqlar keraklar sekinlik. O'lib qolmaysizlar, regeneratsiya effektini berib turadi. Meni burlar ekan keyinchalik. Tuyuqda. Sen nima qishlog'imda seni yaramas kirib berdi. Obunachilar qaralar. Epitki dreamni xarakterga. Sen meni qishlog'im kirishga qanaqa deng soldim? Ma yaramas senga. Ma. Yakka qishlog'im kirish mumkin emas. Faqat so'p ketayin. Mavni qaranglar, bunday g'azo ko'rib kelibman biladi. Chiqsa betlarda ekin klipperlar o'rachib badim urib ketdi, lekin o'qim lekin asli yo'q. O'qay solish kerak. Takkiraz yomon omadli bo'lamanda. Chiqib yoqqa ke. Qo'rg'onlikka chiq. Ke solosol qilib tashiman. Shu orasini emas. Qochnadi. Yomon qilib ko'rasizlar bo'lmasa. Sap. Bay. Masanga. Qaysi biring yana? Ke. Bilet suvda ikkita qochliklarda. Birga bir aqllari. Ovqat bilan pishirib olishimizga bitta anotari ketdi. Voy bos men askarim. Yaramas ikkita shupaga atak qilishga yaramas. Bilet dedim emas. Ve uygun çekimler kerenin kerelerse çıkmak kerelerse. Bunu okuyacağız. Fireball koyalımızı. Koyalımız kendi imperiya kuşatırız olmayacağımızı. Endi qayta devorga chiqib olaman endi men. Chiqishda NPC yo'li. Eng qizig'i mendan suv qo'ydimlar yaqinda. O'zini tushunmay qolaman ba'zi yaxshi. Oldin bo'ldi ketdi. Bitta parvoz o'tish kerak ekan. Uy. Chiqash.
Adashmasam elitram bo'lish kerak edi. Afsuski yetishib ketdim. Yaxshi ham bunaqa blokka qo'yganman. Emas suv bilan ketaman. Itlarga mo'ljallanmagan bor o'zingga boshqa chiqadigan narsa. Mana devor ustiga chiqishim kerak. Mudofaaga qarang, obrachilar. Ovoz eshitilmay qolayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun obunachilar gapimni qaytadan gapiraman. Bunaqa betga chiqish uchun bizga joy kerak edi. Staklab ketyapti-ku betga. Staklab ketyapti. Chiroyli turishim qaranglar. Ona bola tar ekan, nimiz o'tirishini qaranglar buni. Mayli, chiqsa o'yin qilmaymiz. Bilib sen tushib ketaverar ekansan-da. Hayajonli xotiralar maktabda ilk kun tayoqcha chizishni o'rgandim. 3 kun sozim kirganda aytardik jo'r bo'lib assalomu alaykum. Har kun tayyorgarlik alif be bayram axir tushganda she'r yodlagani qizlar zavongi bor. Ko'rasizlar nimaga kriperlar chaqmoqlarni kelyapti obunachilar. Sizlarga g'alati emasmi bu kriperlar o'z-o'zi chaqmoqlanishi mumkin emas. Kriper chaqmoqlanmay foyda bo'lishi kerak, mayli. Hechqisi yo'q, obunachilik hechqisi yo'q. Bizda bitta yaxshi tomoni moblar kallasi kerak bo'lsa, obunachilar moblar kallasi kerak bo'lsa, bemalol. Ibi. Barmaydi yopishga to'g'ri kelar ekan. Baribir 3-marta yapib chiqaman, ko'rmayman buni. Bittasini tashlab ketib, mana shunday qilib chiqishim kerak baribir. Birinchidan orqada ham himoya, orqadan ham agar zombi hujum qilsa, qishlog'imizga orqadan kimdir kirib qolsa, shunisi himoya qilib turadi. Bitta narsaga tushmayapti, boyatdan berdim men. Men boyatdan men unaqa qilib o'tirib qoldi. Nima paqilladi? Sizlarga eshitdim, motor bang etdi. Kim paqilladi? O'rgimchaklarga qarshi jang boshlab ketdi-yu. Obunachilar qo'limni qurib chiqyapman. Qo'limda qurganim uchun bitta like bosib qo'yinglar. Obunachilar qo'limda qurib chiqyapman men. Mod qo'shib, mod bilan qilsam bo'ladi-yu. Zo'r ketayotgan joyda buzib qo'yaman har doim. Har kun tayyorgarlik alif be bayram axir tushganda she'r yodlagani qizlar salonga. O'rla qutqaringlar, mana impitskiy o'ldi. Zo'r chiqdi. Hazillashdim. To'sa anamni. Bilaman, ular zombi bo'lar ekan-ku, bilad. Askarlarning zombiga aylanadigan zombi ursa. Ular odam emasmi degan o'zinikilar uryapti bechorani. Askarda o'jdek bu askarlarga ham zombi virusi bor ekan. Aytdim, zombi variantini qo'shib beradi. Bilad, men qo'lim qiyshiq, shunday qiyshiq qilib ketaveraman-a. Balay xullas tez bo'lish kerak. Qayloqnacha qay chiroq chiqyapti. Va bu 1.22 da kuchuklar o'kiradi. Hech tushunma. Dedi kurmadır mıydı? Şurada zombiler ko'payapti. Şu küçükken bir yaman jonga tegib ketdi zombichilar. Tartib tushunma, qishloqlar uydagi yog'och ishlatsa nimaydimi? Bari bular kerak emas. Yetib qoldi.
o'qilaymiz. O ikkita partizan jonni jangga borish kerak. Hech kim nima galem yutdi. Bular men yutdim. Men turgan joyda urushishim kerak edi. Men yutishim kerak har doim. Barakalla, bizga moblar luti kerak, shuning uchun keyingi videoda monster farm qurib olamiz. Shu moblar luti kerak. Shu monster farmda ham creeperlar shovlanib paydo bo'lsa, yana bilmadim qilish kerak. Keyin ochilib bizga creeper narsa ko'p kerak, chunki creeper narsa deb nomi nima edi? Ke. Muhammad MC002 mana ke. Любойки. Или hozir men kuchiga o'nayim. Mana. Ke basharaga nima? Endi biz buni urmasak ham o'zi yapishar ekan kuchiga kerak. Oldingi birinchisini urasizlar, keyin kuchiga yopish kerak edi. Oldingi eski versiyalarda birinchi o'rgacha urasizlar, keyin kuchiga yopishar. Hozir versiyada ustiga atak yopishar. Lebat portlab ketdi. Urushda chempionman da. Qala. PP neralar, PP. Endi nima borligi. Boşlayalım. Afsuski kuchsiz qoldi, zaten menga bar to'pa qashog' abi. Kuchugini ham to'p qo'yamiz. Turish kerak. Ketga. Bile oltin chiqib ketdimi? Oldim. Sandığı var. İşte. Ben kerim просто трасасына qo'yayin dedim-da. Kimizda bunaqasi var ekan. Как раз fire charger kerak emas edi. Boshqa arnaskanlik yana bir don etgan. Tayyor. Zevkli tamaz. İyi toz arnaskanlik yani bu. Sanki yer olsa ananas boş. Çıkısı yok bunu keyin sabah to'g'ri o'ramiz. Çıkısı yok. Evet, lava sesini çıkarttı. Çıkısı yok qaydan lava ko'rko'ri. Mana çıkısı yok qaydan lava ko'rko'ridan bak. Haqiqiy ko'pinlari kema qilishga o'xshadi. Sigma. Vay mag'az zaharlash ekan bu qoch. Ikkinchi o'rgimchak ko'zini yeyman, zaharli bo'lar ekan. Qilib o'rgimchak ko'zini yeyman. Zo'r narsa bo'lar ekan. Keyin safar yana yeyman. To'pani laqatga urishar. Mana. O'rtadan qilish kerak tamomlashlar. Bu qilib teng kerak bu qilishga. Chiqas qilish. Olamiz. Mudofaamizni kuchaytirishimiz kerak. Ko'proq ko'p narsa qo'yib oldim. Agar mana shu videoda 20 ta like bo'lsa, men mana shu
Mana ko'zni qaray chiqarib qo'yishni o'rgataman. 320 ta like berish kerak. Bo'lmasa o'rgatdim mana. Yo'g'racha kliplarda qanaqa o'z shug'ullanadigan qo'shishni o'rgataman. Prosta bir toshga 22 bilan sizlarga bug kerak. Bug degan narsa kerak bo'ladi. Qaranglar, bugni qo'shasizlar, bir toshga 22 ni yuklaysiz. Hazillashib, unday qilib yotmaydi. Bakki. Nurmuhammad Popender 001 ketyapti oldiga. Zo'rli. Yana yaramaz. Kuraslar masterskoyman, masterskoy. Klassika mana, mana dedim klassika ko'rasizlar, klassika. Klassika bu. Rasmni naqala berasiz. Rasm yopib qo'yish kerak. Rasm yopib qo'yish kerak. Imperiya 5 ta instalik. Postga qo'yaman men buni. Obunachilar, do'stlaring ham bu videoni jo'natib qo'yinglar. Sizlar tufayli biz juda ham ko'p obunachi bo'lamiz. 2 ming daraxtlarda muhofazat kerak-a. Bilet, temir kirgansan qol. Boltamsan qol. Adashmasam zapas bolt yasab oldim. Tak. Yasamagan ekanman. Har doim shunaqa qilib yuraman. Bunday. Ikkisi yaxshi Minecraft'dir. Har doim o'zi bilan crafting table bilan mana qanaqa narsa ko'raman. Chunki yaxshi Minecraft'da bo'lmayman. Avf. Yaxshi Minecraft'da har doim oltini yasalgan boltni ham berish kerak obunachilar. Sizlarga maslahatim. Chunki qaranglar. Inventorni to'libdi afsuski. Qo'ziqorin bosh tashlaymiz. Ke oğlum. Kedadan tomon ke. İkkitasi bitta dörtta shunday. O sen kalba. Başarınga yo'q. O yomon tez sindiradi obunachilar oltin kirka. Oltin tapor. Mustahkam emas, lekin juda ham ko'p, juda ham tez sindirib tashlaydi. Olmos 40 dan ham tez bu 40. 40 debman, nonmaydi bu tapor bu. Chala bolg'a. Yon chiroyli nom qo'ymadim, chala bolg'a bu. Bolg'ani orqasi kesib tashlagan bu. O'zi bolg'a deyiladi bu. Chunki bo'lmasa agar bu bolg'a bo'lmasa, nima Minecraft'da jang bolg'asi ko'rib bu bilan urishaveradi. To'g'rimi demak bu bolg'a bu. Sinib qoldi. Mustahkam emas mana lekin borku. U o'tkirroq, bu mustahkamroqda. Ikkalasini qo'shimdan o'zar bo'ladi. O'shana Minecraft o'ynamaydigan olmos o'shanda Minecraft o'ynamaydigan bolalar ham oltin deb o'ynadi edi. La'nat kirib kelib. Qali sotishini men o'ynamayman. Hayajonlanganlar portlab ketdi. Yeb turadi. U orzusi sholdi, qaranglar, men oldinda portlash edi orzusi. Bostirmaladi. U shaxta bor ekan. Kakras. Biratsiz dardlardan foruq. Dardlardan foruq etdim. Ayrimlar bankalarcha dardlardan foruq etib turish kerak. Ularga katta yordam bo'laman. Yugurishim qarang, chekkadaman. Galiblar dardlardan foruq etib turish kerak. O'shani zarur ketadi hamma narsa. Devor ustiga tez chiqib qoladi. Ko'p adashdim, tushunib yetganimcha.
Dunyo turguncha bolalik zo'r bo'lardi, sovuq suv ichsam onam urardi. O't yig'lab qochardim, jahl qilsam hamma kulardi. Bolalik zo'r bo'lardi, sovuq suv ichsam onam urardi. Tezroq bo'lsangchi, maydalab lekin qaytamiz obunachilar. Videoni vaqtincha nima qilamiz? Bo'ldi, deyarli maydalab bo'ldim. Bo'ldi, yaxshi ham chiqib ketmoqda. Chat, qaranglar. Qaranglar. Hop, qaranglar. Hop. Tezlik bo'yicha chempion bo'lganman men. Tez qo'sh bo'yicha. Necha keyin to'g'rilib ketamiz. Shunchalik olaman kerak bo'lib qolsa. Suv yomon chiroq qo'yib qo'yaman. Obunachilar, sizlarga savol. Kim kuchli? Menmi yo, menmi? Xulosa obunachilar, bugun kun savolini aytmoqchi bo'ldim sizlarga obunachilar. Kun savoli. Keyingi safar monster farm qurmayman. Qurmachilar farqi qurmayman. Demak, 3 blok bo'lib qoldi devor. Bunda farq qo'shgan uchun. Sizlarga maslahat beraman obunachilar, hech qachon imperiyada devorlarni mayda bo'lsa mudofaa qilishmaylar. Mudofaa bo'lganda bo'lmagani yaxshi. Devorni qalinroq qilib qo'yish kerak. Buni qilib chiqish kerak. Bugungi maqsad xolos mana shu narsani tugatib, keyin atrofiga bir ikkita qishloqlar qo'yib chiqishdi, kamonchilar. Keyinroq bilan zo'r qilib tashlayman letlarni. Kuchaytiramiz. Bu tayyor bo'lib ketgan bas hali. Hamma zo'r ketadi, kim betga qaytib chiqishimiz kerak. Qaytib chiqisham bo'lmoqda obunachilar. Bilet, mamnun bu tugamaydi bu. Bilet. Chik bap chik chat tatta chikilala. Bilet, shuni zo'r narsa qilib tashlayapmanki. Obunachilar, sizlarga aytaymi, men sizlar haqingizda, sizlar haqingizda bitta fakt. Videoni ko'rib qaling, like bosmaysizlar. Bu fakt emas, bu aniq gap, bu turgan gap bu sizlar haqingizda aniq gap bu. Kim video boshlangandan like bossin dedilar. Kim diyorlar shunday? Hech kim deyolmaydi, chunki hech kim bosmagan. Kamiga hali tugatishgancha bor. Ana obunachi bitta joyni ikkita qoldiraveramanmi? Qachon egar ekan bu? Cho'ta bitta gematdi-ku. Bilaman, yugursa bo'ladi, yugursa normal ketadi. Betken chiqish uchun zina pana qo'yib qo'yish kerak. Oy, ana joningni. Betga askarlar chiqish uchun cha askarlar bu yerdan keta olmaydi hech qayerga. Faqat men bu yerdan chiqishni bilaman. Qayerdadir edi archer bilan tuxum bo'lish kerak edi. Ikkisi bo'laveradi. Xeyr.
archer kerak bizga. Sniper, lok. Boshqa crossbow kerak menga. Mayl qo'lan kerakmas. Yana xullas kamon otadiganlar qo'yib chiqamanda tepada aylanib yuradi bilasizlarmi? Ko'pchilik kestinglarda bo'ladi. Lekin faqat suv bilan chiqadi. Ularni faqat o'yin chiqadilar. Davay bosinglar. Bular bir qilarda oldi, sizlarga ham bor ekan. Birlikte oldu. Onu necir taslahamdı? Ama suda olmasa böyle pas geçeceğim kanka. Bitti bas kanka. Ona join. Şef demeyelim fakat. Ne böyle çıkmaza geldiler. Çıkıp giderek geldiler. Sakretke sakramalaring shuni avlaymi? Bugungi video shulardan iborat edi. Video yoqqansa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang va o'z fikringizni yozib qoldiring. Xolos bu yerda men keyingi video to'g'rilab zo'r chiqaman. Keyin yozib qoldirganlarcha videoni 40 minutlik qilaymi. 40 minutlik qilmasak, qiziq qolmayapti. Shuning kommentarda yozib qoldiring. Hammaga xayr, sizlar bilan qo'rqib qoldim. Hazillashdim. Men hazillashmayapman, bilasizlar. Hammaga xayr, sog' va omon bo'ling.